Paxtakorga oson tutib bo'lmaydi. Klub o'zi tanlab olgan siyosatdan og'ishmay faoliyat olib bormoqda. O'smirlar va yoshlar terma jamoalarini qo'lga olish barobarida Paxtakor bir qator futbolchilarni yetishtirib berdi. Bugunga kelib mamlakat olimpiya terma jamoasini ham bu klub futbolchilarisiz tasavvur qilish qiyin. Gapning indallosini aytganda, Samvel Babayan bu frontda yaqqol yetakchi. Masalaning ikkinchi tomoni ham borki, terma jamoalar tinimsiz ravishda Paxtakor rejalarini buzib turishadi. Masalan, Jamshid Iskandarov bilan yetarli darajada mashg'ulot olib borish qiyin bo'lgan Paxtakorda uning o'rnini bosa oladigan futbolchining o'zi yo'q. Terma jamoaga futbolchi yetishtirib berishdagi yetakchilik tushunarli, lekin shu yigitlar o'rnini bosadigan asos qani? To'g'ri, gap moliyaviy tomonga qarab ketdi. Paxtakor bir qator tajribali futbolchilarni yig'ib olib, zaxira o'rindig'ini tashqi kuch bilan jadallashtirish imkoniyatiga bugun ega emas. Biroq shu imkoniyatsiz faqat va faqat ulkan maqsadlar sari kurashish, oqimga qarshi suzishni eslatib yuboradi. Bir yil muqaddam Babayan va uning jamoasi shu oqimni kesib o'tib ketishdi. Xalqaro maydonda esa buning imkoni kam. Chunki Paxtakor uyiga kelayotgan jamoa Umar Abdulrahmon yoki Asamo Gian kabi futbolchilarsiz ham g'olib chiqishi mumkin. Alayinda buning o'rnini bosa oladigan Jiris Ekoko, Miroslav Stox, Lim Yung-jo kabi legionerlar bor. Zlatko Dalic jamoasi Amirlik ichki chempionatida yetakchi bo'lib turibdi. Mavzudan biroz chetlashib aytish kerakki, Qatar Yulduzlar ligasini boshqarayotgan Laxviya bunyodkorni qanday yenggan bo'lsa, Paxtakor ham Amirlik yetakchisi oldida mana shu suratda ojiz qoldi. Farqli tomoni, qaldirg'ochlar o'z ustunliklarini namoyish etgandek bo'lishdi. Alayin esa safarda to'p surishiga qaramay, o'yin bobida Paxtakordan 2 karra ustunligini ko'rdik. Gap xalqaro maydonda qolganida futbolchilar ko'zidagi o't birpas dam olib turadi. Paxtakor yigitlari ko'ngildagidek 2 turdan keyin navbatdagi uy g'alabasini chin dildan istashdi, lekin insof bilan aytganda bu o'yin g'alabaga tortmasdi. Yana o'tgan mavsumni yodga olamiz. Birinchi davraga kelib Paxtakor xuddi shu suratda yurdi. Ikkinchi davraga kelib yana Babayan jamoasining o'yinlari ochilib ketdi. Shu yil ham ssenariy takrorlansa ajablanish yo'q. Faqatgina ikki o'rtada Chempionlar Ligasining guruh bosqichi kuyib ketmasa bo'lgani. Tehron hamda Riyod klublariga qarshi o'yinlarda Paxtakor bir nimaning epini qila olgan bo'lsa, Alayn bilan hech narsa o'xshagani yo'q. Agar bu yagona holat bo'lganida edi, bu kun shunchaki Paxtakorniki emasdek deyish mumkin edi. Lekin Lokomotivga qarshi Super Kubokni ham qo'shib eslaydigan bo'lsak, Paxtakorning yurak urishi kishini xavotirga soladi. Bu Miroslav Stoxning uchrashuv taqdirini hal qilgan zarbasi. G'alabaga haqli to'p surgan Amirlik klubi 75-daqiqadan keyin Stoxsiz to'p surishga ham majbur bo'ldi. Bir kishi kam Paxtakor esa o'yin yakuniga qadar baribir o'ziga kela olmadi. Sharh avvalidagi mavzuga qaytib kelamiz. Unga kichik xulosa qilamiz. Paxtakor yuqori marralar sari kurashishni istaydi, ammo zaxira o'rindig'idagi bu qashshoqlik istaklarga yo'l bermasligi mumkin. Xarajatsiz harakat nolga teng. Maharadze, Araxovats kabi futbolchilar oliy liga uchun yaxshidir, ammo Stox, Gian kabilar ulardan ancha yaxshidir, tan olaylik.